staden Shebergan fortsätter Yardem hjälporganisations familjefadderprojekt att sprida hopp. Under mars och april har 5 familjer fortsatt fått stöd tack vare engagerade familjefaddrar. Gul Shera hjälper Gul Afsar som ensam tar hand om sina 3 barn och sin brors lilla dotter efter att hennes make gick bort. Dina och Gul Shera hjälper även Gul Dasta som efter sin makes bortgång kämpar för att försörja sin stora familj på 11 personer. Fatma hjälper Fatma som har 6 barn och lever i en mycket utsatt situation. Esra hjälper Dilber som har 3 barn och behöver stöd för familjens grundläggande behov. Reyhan hjälper Ay Bostan som har 2 barn. Görmüş olduğunuz gibi bugün de Family Father projesi kapsamında Mars ve April 2026 ayların yardımlarını şu an biz Gül Afzar ablamızın evine getirdik. Bütün gıdalarımız burada. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Opamiz Gulchehra jondan tashakkurlar qilaman. Luqmon Hakimday ming yashasin, sag'irlarni boshini silasa, Alloh unikini silasin. 7 marta Arabiston ajini Xudo muyassar qilsin. Balodan, batordan, yerdan kelayotgan, osmondan kelayotgan balolarini chap qilsin. Enog'alarimiz bizlarga mana shuncha zahmat tartibda olib kelibdi. Bizlar uchun sig'larni oyya, sog'larni oyya, ushlamchi movodimiz bizlar tukatib, shunda duo qilib o'ltibdik. Birta piyozim ham yog'ida xonasi obod shular olib kelibdi. Tashvish qilmang opajon, inshaalloh mana sizlaringiz ulamshi yetishadi. Mana shu duolaringiz uchun qarang, sizga ko'maklab kelib o'ltiribdi. Xonasi obod Gulchehra opamdan shuncha manga shu tamoqlarini shuni keltirdingizlar ham xonalaringiz obod. Luqmon Hakimday ming yashanglar. Hech vaqt xorlik yuzini ko'rmang hammalaringiz ukajonlarim. Inog'alarimdan ham izobalik qildingizlar, xonalaringiz obod. Sizlardan men xonay Xudoyacha ko'p 7 dafar hammangiz ajini Xudo sizlarga muyassar qilsin. Amin. Yardım Sweden olarak şu an Family Father projemiz kapsamında Mars ve April 2026 ayların yardımlarını Güldeste ablamızın evine getirdik. Kendisinin 7 tane çocuğu var. Gulchehra ve Dina ablamızdan çok teşekkür ederiz. Bu aileye yardımcı oldular. Allah'ım onların yar ve yardımcıları olsun inşallah. Yapmış olduğunuz bu yardımlarınızı Allah kat katını sizlere nasip eylesin. Mana 7 avlodim bor. 2 avlodim yetimxonaga, boshqasi olimga. Mana shu safardan beri ushlamchi ko'maklari, mana shu safardan beri ko'mak qilasizlar. Ne osh qolganini bilaman, ne suv solganini bilaman bularni. Tashakkur ko'maklaringdan. Xudovan sizlarni kam qilmasin. Ro'zma-ro'z pesh ketkizsin o'g'am. 7 sag'ir oyog'i bo'layotgan, usti bo'layotgan, boshi bo'layotgan, sarparazi bo'layotgan, bir kampir onamni o'rniga o'tirgan mana hali kiroya. خالاجان این موادی که ما در ما کمک میشه این مواد دماغیتان است که قسمی که ما هر بار که برتان مواد میاریم یک بار از خودتان ما پرسان میکنم موادی که ارشد نیاز دارین چی است. مطابق همون لیست ما امروز موادتان رو برتان آوردم. البته ای از ماه مارچ و اپریل 2026 چون 2 ماه موادتان است. سلام علیکم خاله فاطمه جان، خوب هستین؟ سلام بیادر عزیز، خوش آمدین. خیر ببینین خاله فاطمه جان، زیاد تشکر، آرزوتان برسانید. اولادایتان خیرش ببینین خدا جان، همکارایتان خودتان زیاد تشکر، از خودتان هم تشکر. ممک کمکتان میرسانین. همیشه 5 وقت نماز وقتتان دعا میکنم. اولادای مدرسه میخوانن، اولادای حقتان دعا میکنم. همیشه خاله فاطمه جان دعایتان هستم. Stödet ger familjen trygghet och hopp i vardagen. Varje familj har fått stöd motsvarande 500 kronor per månad för mat och andra nödvändiga behov. Vi på Yardem hjälporganisation vill rikta ett varmt tack till alla familjefaddrar som fortsätter sprida hopp och trygghet. Yig'lamang.
ko'p ma'yus bo'lgan qizimiz ko'p mushkulotlarni ko'ribdi, ko'p g'amlilarni ko'rgan onasi bilan sochini hech o'zlarini to'xtatolmaydilar.